Suyak remodulyatsiyasi eski mo'rt bo'lgan suyak to'qimasini yo'qotish yoki rezorb saqlash va ularni o'rnini yangi suyak to'qimasi bilan to'ldirishdan iborat bo'ladi. Bu jarayon suyaklarimiz singandan keyin shakli o'zgarganda yoki kichkina yorilishlarni tuzatishda ishlaydi. Ya'ni suyaklarimiz bosim ostida bo'lganda kichkina yorilishlar, dars ketishlar ro'y berishi mumkin. Undan tashqari suyaklarimiz tashqi qavati periosteum deb nomlangan suyak to'qimasidan iborat bo'ladi. Artikulyar tog'aylardan tashqari, chunki ular bo'g'imlar hosil qilishda ishtirok etadi. Suyakning eng tashqi qavati suyakni himoya qilish hamda ularga boylam va paylarni biriktirish vazifasini bajaradi. Ichki qavati esa progenitor o'zak hujayralari uchun uy hisoblanadi. Progenitor hujayralar osteoblastlar hamda xondroblastlarni ishlab chiqaradi. Endi bizda eng uzun naysimon suyagi hisoblanadigan son suyagini ko'rib chiqamiz. Son suyagi ikkita qismdan iborat, ya'ni eng yuqori qismlari epifiz, pastki qismlari ham epifiz, o'rta qismi diafiz. Diafiz qismini ko'rib chiqadigan bo'lsak, diafiz qismi kortikal qismdan iborat hisoblanadi. Har bir kortikal qismda silindrsimon ostionlardan tashkil topgan. Ostionlar esa lamellalardan tashkil topgan. Lamellalar asosan ikkita qismdan iborat bo'ladi, organik hamda anorganik qismdan iborat bo'ladi. Organik qismda kollagen asosan kollagen bo'ladi, anorganik qismda esa kalsiy fosfat bo'ladi. Undan tashqari ostionlarning markazida Gaverns kanali bo'ladi. U yerda qon tomir hamda nerv bilan ta'minlangan bo'ladi. Ya'ni suyakni qon tomir bilan hamda nerv bilan ta'minlaydi. Undan tashqari medullar kanal bo'ladi. Medullar kanalda suyak ko'miga joylashgan bo'ladi. Ya'ni hujayra qon hujayralarini hosil qiladigan. Undan keyin epifiz qismi ko'plab g'ovak moddalardan iborat bo'ladi. Ya'ni aynan trabekulalardan iborat. Trabekulalar mexanik bosimga qarshilik ko'rsatib beradi. Ya'ni biz og'ir narsalar ko'targanimizda ham bular chidamlilik berib turadi mushaklar suyaklarimizga. Xo'p, endi suyak ko'migi haqida ko'rib chiqadigan bo'lsak, suyak ko'migi gemopoietik o'zak hujayra hisoblanadi. U qon hosil qiluvchi hujayra. Ular limfoid progenitor hujayralarni hosil qiladi. Ulardan limfositlar, ya'ni TB limfositlar moslashuvchan immunitetni hosil qiladigan limfositlar hosil bo'ladi. Ulardan tashqari mieloid progenitor hujayralar hosil bo'ladi, ya'ni eritrotsitlar, trombositlar hamda monotsitlar. Ya'ni meloblastlar, bazofil, neutrofil, eozinofil hamda monotsitlar. Ularni o'sish uchun yordam beradigan faktorlar bo'ladi. Ya'ni osteoblastlar ishlab chiqarilgan MCSF degan faktor, ya'ni monotsitlarni hujayralarni stimullovchi faktor hisoblanadi. Ya'ni ko'payishini, hosil bo'lishini stimullaydi. Endi biz kichkina yoriq bo'lganda, dars ketganda suyagimizda remodulyatsiya jarayoni qanday bo'lishini ko'ramiz. Osteoblastlar bu paytda rankl ligandini o'zidan ajratib chiqaradi. Ya'ni KB ligandini retseptor aktivatori hisoblanadi. Ya'ni bu monotsitdagi retseptorlarga borib o'tiradi va monotsitlarni bir-biriga yopishtirib, osteoklast hosil bo'lishini ta'minlab beradi hamda osteoklastni faollashtirish vazifasini ham bajarib beradi. Aynan rank degan retseptorga borib o'tiradi. Undan keyin osteoklastlar o'zidan lizosomal enzimlarni sekret qilishni boshlaydi. Ya'ni aynan kollagenazani va kollagenaza bu hujayrani devordagi kollagenni yemirishni boshlaydi hamda Hofschips lacuna degan chuqurcha hosil qiladi. Undan so'ng H-xlor ishlab chiqaradi osteoklast. Bu esa gidroksiapatitni kalsiy hamda fosfat kislota qoldig'i ionlariga ajratadi. Bu esa bevosita qonga o'tadi. Endi osteoklastlar fagositlar xususiyatga ham ega, ya'ni osteotsitlar qolib ketadi. Mana shu yog'liqlarning orasida o'sha qolib ketgan osteotsitlarni o'ziga yutish vazifasi yutib olib chiqib ketadi. Xo'p, bundan tashqari osteoblastlarda osteoprotegerin degan oqsil ishlab chiqaradi. U rankl ligandlarni o'ziga bog'laydi. Ya'ni monotsitlarning retseptoriga bog'lanishini oldini oladi va rezorbsiyani sekinlashtiradi. Va hujayra apoptozi yordamida ular o'z-o'zini nobud qiladi. Undan tashqari osteotsitlar o'sha chuqurchalarga to'ldiradi, ya'ni lakuna chuqurchalarini to'ldirishni boshlaydi. Ularda gidroksiapatit hosil bo'ladi, ya'ni kalsiy hamda fosfat ionlari yordamida gidroksiapatitni hosil qiladi. Orasida bir nechta osteoblastlar qolib ketib, osteotsitlarni hosil qiladi. Undan tashqari o'sha remodulyatsiyani boshqaradigan gormonlar bor, ya'ni qalqonsimon bezdan ishlab chiqariladigan paratiroid gormoni qonda kalsiy miqdorini kamaytiradi. Qonda kalsiy miqdori kamayishi hisobiga
Rezorbsiya jarayonlari jadallashadi, ya'ni osteoblastlar rankl ligandlarini ko'proq ishlab chiqara boshlaydi va qonda kalsiy miqdori ortadi. Agarda qonda kalsiy miqdori yetarlicha bo'lsa yoki yuqori bo'ladigan bo'lsa, paratiroid gormonlari kamroq ishlab chiqariladi va rezorbsiyani kamaytiradi, ingibirlaydi. Undan tashqari, qalqonsimon bezni parafolikulyar hujayralarida kalsitotsin degan gormon ishlab chiqariladi. Kalsitotsin miqdori ortadigan bo'lsa, rezorbsiya ingibirlanadi, qonda ham kalsiy miqdori kamayadi. Undan tashqari, remodulyatsiyada ishtirok etadigan mexanik bosimlar ham bor. Qachonki biz ko'proq yuk ko'targanimizda, og'ir ko'targanimizda remodulyatsiya tezlashadi. Bu Wolffs qonuni deyiladi. Undan tashqari vitamin D ham ta'sir ko'rsatadi. Bu kalsiyni ichaklarda so'rilishini tezlashtiradi va kalsitotsin miqdorini orttiradi. Bu esa rezorbsiyani kamayishini, to есть rezorbsiyani ingibirlaydi. Xo'sh, suyak remodulyatsiyasi davomiy jarayon hisoblanadi hamda osteoklastlar yordamida rezorbsiya bo'ladi. Osteoblastlar yordamida qaytadan quriladi. Osteoblastlarni rankl hujayralari remodulyatsiyani oshiradi, osteoprotegerellar esa remodulyatsiyani qisman to'xtatadi. Undan tashqari, kichik dars ketishlarni tuzatishda yordam beradi va suyaklar singandan keyin ularning tiklanishida ham yordam beradi.